Yurtdagi bor el ichida bosh deydilar. Ota o'g'il go'yo qalam qosh deydilar. Azal qiz palaxmon tosh deydilar. Keksayganda naqdi bo'lar o'g'li borning. Ulg'ayishini kutib yashar kuyib yonib. Peshonasini o'pib qo'yar tong uyg'onib. Meni hajga olib borar deb quvonib. Orzularga vaqti bo'lar o'g'li borning. O'qishlardan shaxtam qadam tashlab kelar. Sog'intirib ko'zingizni yoshlab kelar. Oq kuylakda bir malakni boshlab kelar. Muhabbatda ahdi bo'lar o'g'li borning. O'g'ilning ham shaddodrog'i erkasi bor. Ne bo'lsa ham bu umrning ertasi bor. Og'ir kunda ko'targuvchi yelkasi bor. So'nggi kunda naqdi bo'lar o'g'li borning. Assalomu alaykum qadrli qadrdonlarim, sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta didorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Mavlon va Halimaxon onajonimizni yana bir bora aziz farzandlari nomlaridan xursand qilamiz. Bu safar Rossiya o'lkalarida yashab ishlab yurgan o'g'illari Zuhriddinjon nomlaridan tabrik yo'llaymiz. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizga Mavlon va Halimaxon onajonimiz kerak edilar. Assalomu alaykum. Onajon, sizni yana bezovta qilmoqdaman. Sizni yana aziz farzandlaringiz nomidan tabriklarni yo'llab bermoqchiman. Mayli, aynalar. Ana endi bu safar kim tabriklaydi deb o'ylaysiz? Endi bu safar musofirda yurtga yurgan o'g'lim Zuhriddin eng kenjasi. Mashalloh, to'g'ri topdingiz. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, jonkuyarlaringiz, aziz dilbandlaringiz nomidan o'g'lingiz Zuhriddinjon tabriklamoqdalar. Ular siz haqingizda faqatgina maqtovlar aytib, mening onam dunyoda yakka yagona, eng go'zal ayollar, mehri daryo ayollar, mehrlari olamga sig'maydi. Ko'zlarida nur, yuzlarida sehr bor onajonimni deb ta'rif berdilar. Rahmat. Bo'lay o'g'limga balacham yaxshi, va kenja to'yim bor. Xursand bo'ldingizmi onajon? Ha, rahmat, xursand bo'ldim. Mashalloh. Shu o'g'lingizdan kutganmidingiz tabriklarni? Rahmat sizlarga ham. Yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim dunyo turguncha turing. Barcha niyatlaringizga Allohim o'zi yetishtirsin. Rahmat sizlarga ham ming bora rahmat. Onajon, ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni o'qib eshittiraman. Tabrikni o'g'lingiz maxsus siz uchun yo'llagan. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ha, mayli. Mehribonim mening parvonam, atrofimda doim giryonam, bunchalar ham yaxshisiz yaxshi, bolam deya yashagan onam. Kasal bo'lsam tunlari turib, boshim silab suhbatlar qurib, uxlamagan men deb qayg'urib, bolam deya yashagan onam. Saratonda uzib issiq non, doim bizga kuydiradi jon. Dunyodagi eng yaxshi inson, bolam deya yashagan onam. Yoshi o'tib sochi oq bo'lgan, mehrga jo ko'ngli bog' bo'lgan, ajin yuzi nurlarga to'lgan, bolam deya yashagan onam. Menga bergan umr bahorin, meni deb o'tgan tunu nahori, sizdan kelar jannat ifori, bolam deya yashagan onam. Qizlariga qilib tillo sevib, o'g'illarga yoring yaxshi deb, farzandlarim doim g'amin yeb, bolam deya yashagan onam. Davronimda davringiz suring, duogo'yim bosh bo'lib turing, mazza qilib quvonib yuring, bolam deya yashagan onam. Assalomu alaykum mehrda tengi yo'q volidam, borligi baxtim bo'lgan aziz insonim, onajonim, yuzlari nurga, ko'zlari sehrga to'la bo'lgan bebahoyim, jon onajonim. Sizni bugungi go'zal ayyom bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Mehri daryo mehribonim, jonkiyarim, ilohim mana shu aziz joningizni Allohim omonda asrasin. Umringiz uzoq, tani joningiz sog' omon bo'lsin. Onajon, sizni Allohim o'z panohida har doim asrasin. Sizni qanchalik yaxshi ko'rishimni so'zlar bilan yetkazib bera olmayman. Bilganim shuki, yaxshiyam borsiz, yaxshi
yaxshiyam Alloh sizdek mehribon onalarni yaratgan. Meni sizdek onam borligidan faxrlanaman. Alloh bizni baxtimizni baxtlarda, rohatimizni rohatlarda ko'rib yurishingizni nasib etsin. Onajonim, boringizga ming shukrlarim bo'lsin. Onajon, agarda bilib bilmay dillaringizni og'ritgan bo'lsam, ushbu go'zal kunda uzrlarimni so'rayman. Shu dunyoda borligingiz uchun ham minnatdorman. Onajonim, kelajakda juda ham ko'p yaxshi niyatlarim bor. Inshaalloh nasib etsa, sizni o'z qo'llarim bilan tutib, yoningizda yurib, sizni boshimda ko'tarib, go'zal Makkatullohga, haj safarlariga, umra safarlariga olib bormoqchiman. Allohim barcha niyatlarimizga o'zi yetishtirsin. Yuzingizni yerga qaratmay, ishonchingiz oqlab yuraman, egri yo'lga qadam tashlamay, ona sizga va'da beraman. Kecha kunduz duo qilasiz, oz qolyapti hali ko'rasiz, o'g'lim zo'r deb maqtab yurasiz. Ona sizga va'da beraman. Ro'zg'or dardin bilmaysiz endi, pulni ishlab o'zim topaman. Og'ir mehnat qilmaysiz endi, ona sizga va'da beraman. Yo'qchilikdan o'tamiz hali, unut bo'lib ketadi bari, zo'r mashina minasiz hali. Ona sizga va'da beraman. Onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq, tani joningiz sog' omon bo'lsin deya o'g'lingiz Zuhriddinjon o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz to'g'ridan to'g'ri yozib olinmoqda. O'g'lingizga aytar so'zlaringiz bormi, onajon? Sofir yurtda yurgan o'g'lim Zuhriddin yaxshi ishlab, baxtimga sog' bo'lsin, yaxshi kelinlar chiqsin. Iloyim, oy boribdi omon kelsin balajonim, dunyo turgancha tursin, dunyolar siylasin balaginam. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim barcha niyatlaringizga Allohim ortig'i bilan yetishtirsin. Nimaiki niyatlaringiz bo'lsa, kelajakda farzandlaringiz, yaqinlaringiz, aziz dilbandlaringiz bag'rida rohat va farog'atda 100 yoshlarga kirganingizda ham go'zal va latofatli bo'lib yurishingizni tilab qolamiz, onajon. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham ming bora rahmat. Onajon, tug'ilgan kuningizga qanday sovg'a olishni xohlagan bo'lardingiz? Meni baxtimga shular sog' bo'lsa bo'ldi, o'sha tug'ilgan kunim aynalar. Mashalloh, ilohim aytganingiz kelsin. Barcha farzandlaringiz rohat va farog'atini ko'rib yashang, onajon. Zuhriddinimdan hali kutilganim yo'q. Iymonli, e'tiqodli, diyonatli, meni hurmat, qaynona emas, onajonim degan kelin niyat tushishini niyat qilaman. Ilohim barcha niyatlaringizga Allohim ortig'i bilan yetishtirsin. Dunyodagi eng go'zal, eng aqlli, farosatli qizni uchratsin. Ilohim xonadoningizga go'zal kelin kelganda barcha yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, safingiz kamaymagan holda yoningizda bo'lsin. Rahmat, mayli. Sizlar ham salomat bo'lingizlar, sog' yuringizlar, bizning baxtimizga. Salomat bo'ling, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Mayli. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.